İshtahalari, yeb ishlari yaxshi. Dehqonchilik. 100% dehqon. Assalomu alaykum. Chimyon.uz kanalining aziz obunachilari. Uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. O'sha Chimyon, Xong'iston yonidagi qishloq Qo'rg'ontepa qishlog'ida, dehqon xonadonida sotiladigan ikkita bo'g'oz g'unajinimiz bor. Bitta novvosimiz bor, simental. Qarang jonivor kattaligini. Xullas, 3 bosh chorvamizni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videoda avvalida hammalarni bittadan like so'rayman, like bosib qo'yinglar. Like tugmachasini bosish bepul, sizdan hech qanday bir so'm pul ketmaydi. Shu yerda pastda bo'ladi. Qadrdonlar, bularda narxini, bo'yini aytib beramiz, kelib ko'rib, ustida savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Bugungi sana 23-may 2026-yil hafta kuniga shanba. Kim qayerdan ko'ryapti yozinglar. Jonivorlar ishtahalari zo'r aka. Mana shu akamiz dehqon. Bundan bilsalaring, adashmasam sentyabrdanmidi? Bir 6 tami simentaliz bor edi, novvosiz-a? Bunisi sheriklari edi. Hali shuni gibridda qorasi ham bor edi. Mashalloh, ko'rsatmasin zo'r boq. Bitta qolganida. Mana shu qolib mana. Xo'p, endi ichkaridan ko'rsataman akalar. Bularni bo'ylarini aytamiz, taxminan mana quloqlarini ko'rib olinglar, hamma ko'zlarini ko'ringlar. Xudo xolasa sigirlikka bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kommentariyga yozinglar. Bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r sigir bo'ladi hammasi. Jonivorni qarang. Suzmaydi ichkariga kirsa-a? Akalar har yili bir 3-4 yildan beri akami mollarni chiqaraman. Ilgari mana bunchalik qo'ra bu darajada bas edi. Chiroyli qilib qo'ralarni qilib, mana keng qilib qo'shibdi. Navoslari bor edi. Xullas, buni tepasini qaranglar mana. Boshqa materialdan ishlatib turib, tepasi nimaga sovuq desam, buni ustiga haligi sholpohol. Sholpoholdan tashab qo'yibdi. O'shancha issiq o'tmas ekan shepirtaydan. Ordon xonasini qilibsiz-da? Ordon tushadigan xonasini. Yomg'ir o'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ashatdan o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Navosiz quvulmasa bo'ldi. Yo, navos hech kim quvulmaydi. Navosdan ilhom. Bu navoslar quvul. Oldiga borib qo'ying navosni, bo'yini, bastini bilsin. Mana, demon. Navos, ana. Bo'yi necha? Ana unga 1.30. Yo, bu navosizga. Nima endi bu 50dan balandda xullas. Orqasi. Hozir bu mana. Men o'zim mana. Yo, katta navos ekan. Zarb akami desmiz? Ha. Zarb aka. Ukalari Sharp akam. Sharp akam ham simental g'unajinlari bo'lar edi. Xullas akamiz mayatda ham zo'r qilishdi mana, akkuratni qilib aka. Bu yoq quruqlikqa to'planyapti mana shu. Ha. Qishga, tenziga. Qishga qoplab qo'yiladi quruqlik. Tegiga sepiladi yana u. O'zini tegadi. Ha, qishda quruqlik qilib sepiladi. Oxirida ham keng qilib qo'yishdi. Akamda xabar bering endi, bular narxini aytamiz. Aka tirikchilik maqsadida ham kelsin. Sizdan 3-4 so'm foydalansin. Navasimiz tuyog'i o'sib ketdi-ku aka. Ha, osh o'radimi bu? Oshuradi. Ha? Mana mashina. Tuyoqlarni kesib tozalatib olish kerak ekan-a? Toza bo'laveradi. Endi men tozalatganim yo'q. Hozir tozalatib qo'ysam, ular tinch qo'ymaydi deb ishim bo'lgan-da. Monuni kechqurun kesaman quyildi, bo'lmasam bo'g'az. Qaysi bir bo'g'az? Ikkovi ham bo'g'az. Bunisi oldinroq, unisi keyinroq. Nariga necha oylik, beriga necha oylik? Bunisi 6 oydan o'tdi. Ha, mana bu. Chiroyligi. Mana shunisi 6 oydan o'tdi. Mana chiroyli ekan, qala. Hangisi 4 oydan o'tdi. 6 oylik, to'chna, ha? Ha. Bo'g'az chiqmasa-chi? Mana shata turibdi, xudo xolasi. Bo'g'az nariga 4 oylik. 4 oydan o'tdi. O'sha 4 oylik hisobda. 1.30 desang bu. Ha, 1.30. Akalar buni bo'yi 1.35-40 bor. 40 buniki. 35 ga olaveringlar shunaqa. Ammo 40 kamerada katta ko'rinibdi demanglar akalar. Ammo bo'yi juda yaxshi. Hali tish buzgan yo'q. Buzmagan g'unajin-a bu? Yelinlari zo'r, yelinlari oq yelin. Ko'ringlar, oq yelin, o'ta chiroyli g'unajin.
İnelari katta bo'lgan aka. Katta. İneler o'ta yirik. Novosam akalar 1,5 metrga olarasizlar. 1,5 metrga bu yoqdan yuruvchi. Endi men 5 santimetr kamroq aytaveradi. Sababi hali ko'rgan odam kameniyadek o'ta ko'rinibdi demasında uzoq yo'ldan keladi. Xullas tirikchilik takkalarimiz ham bemalol kelaverasizlar. Kelib ko'rishda savdolashaverasizlar. Narxlashasizlar. Aytilganlar hech qachon muhim bo'lmagan, bundan keyin ham muhim bo'lmaydi. Xo'p. Maqtovimizda o'sha gapa foydalanadiganlar ham kelaversin aka. Foyda qiladiganlar ham 3-4 so'm non talablar ham kelaversin ha. Uchov bitta joyga ham sot. Darvozadan chiqishga pul sanashga. Yo'q. Mashatda pulni sanada keyin mashinaga yuklaydi. Mana orqalarni qarang jonim. Bo'ldi Zarp aka. Mana qarang. Bitta ham sotilaveradimi? Bitta. Kimdir ikkita dehqon kelib buni yo buni olgisi kelib qolsa, nima deysiz? Kelishilarda. Nech bilan o'nachi kichkinasi? Yo jupiga yetasizmi? Ular jupiga bo'lsa 45 dan beraveradi. Bo'lishimi? Bo'lishimi? Ha endi sal nimasi bo'ladi. Bunaqa qilib, bunaqa tursiz odam nima qiladi Zarp aka? O'shanga yarasha aytyapti. Manimdek g'ura misol sementalni kichinasini ham hozir 30 milliondan tegadi aytyapti. To'ppa to'g'ri aytyapti. Ichidaman men. Shuni klassikaman-da. Bitta tomoni nima bozorga qara, boshqaga qara, bas o'sha nima nasmga yarasha narx aytyapman. Ko'p. Qancha o'ylab olganingizga? O'lganimga 6 oy bo'ldi, xudo xolasa. Bu 6 oy bo'lgan. Dekabrda olganmiz, 25 dekabrda. Shu dekabrdan keyinda, shu dekabrda atrofida olgan. Ha. Shunda olganman. Baraka toping. Katta qo'najimmi-da? Ha? Zarp aka, mana siz 100 million, 50 dan 100 million sizam haqqingiz bor aslida. To'g'rimi? Olgan odamga baraka topish kerak-da. Ashi gapingizga mana o'lmang, ko'p yashang. Kami bormi 45 dan? O'sha 45, o'sha hisobini qilib. Yo'q, 45, nima demanda? Kami bormi? O'tib berasiz. Ozgina emas, kelishamiz deng. Kelishamiz. Kelishiladi. Kelishiladi. To'g'rimi? Kelishiladi, gap-gapa baraka. 45 milliondan kami bor. Telefon duppan demaysiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, akalar, mana qarang aka, jonivorni qarang. Mashalloh, ko'rsangiz 45 milliondan kami bor. Savdolashib olaverasizlar. Bo'g'oz. Bunisi 4 oylik bo'g'oz, bunisi 6 oylik bo'g'oz. Doktor bilan kelasizlar, tekshirib olasizlar. Bo'g'oz chiqmasa qolaveradi bu. Bo'g'oz chiqmasa boshqa narx bo'ladi, aka. Ashnavordan qochgan ekansiz ham. Barakasini bersin. Zo'r narx aytdilar, bosib qo'ying. Yorib qo'ydi aytishdi. Ha, yo'q, ko'rsataman endi, ko'rishdi o'zi. Bu filni bolasiga nima deymiz bunga? Nech kilo ko'ryapsiz? 700 kiloga yetmaydi-da. Endi bu bitta narsani aytaman. Men atela buni semirtirib ortiqcha yem bermagani sababi birata menga o'xshagan odam zotga olsa, Ha. bu kilosi zotga tayyormi? Bo'ldi. Nech pul? 50 million. Kami bor. Ha endi Buni ham kelishasiz. kelishamiz. Uchalasi bir joyga 140 million bo'lyapti. Bo'ldi. Bir joyga sotasiz uchalasini. Nomeringizni ayting aka. 91lik Ha. 113 Ha. 17 21. Rahmat. Bitta gapda qo'chqarlarga balon ilganini ko'rardim. Molga balon ilgan odamni endi ko'ryapman aka. Siz buni o'ynaganini ko'rganingiz yo'q-da, boshlig'im. Kam bo'lmang. Ammo buni Akalar. o'ynaganini ko'rsangiz mazza qilib o'ynaysiz. Tekin qashlang'ich akalar. Ha? Tekin qashlang'ich. Mashinani balonni o'tarsa kelisha kelaman-da. Baraka toping. U akam o'zi shofir. Akam o'zi shofir aka. Baraka toping. Ekran nomerlarga telefon qilib Chimyonozdan ko'rdim deysizlar, xudo xolasa. Akamizni qo'li yengil. Mana yo 4-marta yo 3-marta chiqarishim sizdan. 4 marta chiqargan mana. 4-inchi kelish. Ukazga ham kelganman. Ukazdan ham 2 marta 3 marta. O'zimga 4 marta, ukamga hali u ardini kelyapti. Ukazga ham ko'p kelganman. Shu paytgada shu akam sotib yuborgan. Bundan keyin ham sotib yuborasiz aka. Saxiy inson prosta yo'lini topib, ko'nglini topib, gabirsalaring xudo xolasa foyda qalay qilib beradi. Hatto kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Gazini bosinglar, men fikrimni aytsam, zo'r narx bo'ldi. Bu yo'g'i endi oluvchining o'zining mahoratiga ham bog'liq. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Salomat bo'linglar.